Assalomu alaykum, Shahboz aka, yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi aka? Sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Xonadonlar tinchmi aka? Charchamoqsizmi aka ishlar bilan? Yaxshimisiz o'zingiz? Shahboz aka, suyunchi bering aka. Aka, farzandli bo'ldim, ota bo'ldim aka. Ilohim jonlaringiz sog' bo'lsin aka. Hammalaringga katta rahmat Shahboz aka. Ilohim umrlaringiz uzoq bo'lsin hammalaringni, sizni, Abror akamni, Nozim opamni, Dilnoz opamni, hammalaringga katta rahmat. Askar Ali, Nodirbek, katta rahmat hammalaringga aka. Ilohim umrlaringiz uzoq bo'lsin. Nozim opamga ham katta rahmat. Ko'p hissalari qo'shildi. Rahmat hammalaringdan, Alloh rozi bo'lsin aka. Aka, egizak farzand ko'rdik. Hasan Husan o'g'il farzand berdi aka. Allohim. Rosa duolarni qilardik aka, yig'lab duolarni qilardim aka, Allohdan rosa so'radim. Alloh ortig'i bilan berdi aka. Sabrda ham gap katta ekan aka. Sabrda ham gap juda katta ekan. Inson sabr qilib Allohdan so'rash kerak ekan aka. Mukofoti bo'ldi aka, mana ortig'i bilan berdi, Xudo xolasa inshaalloh. Chaqaloqlar yaxshi, hammalari zo'r aka, ikkalalari ham. Ona ham, bolajonlar ham yaxshi aka. Ilohim umrlaringiz uzoq bo'lsin, hammalaringga katta rahmat aka. Kimdir sababchi bo'ladi aka. Sizlar sababchi bo'ldilaringda aka, inshaalloh Xudo xolasa. Yaxshiliklarda ko'rishik aka. Joningiz sog' bo'lsin aka. Abror akamning ham katta hissalari qo'shildi. Sizni, Nozim opamni. Hammalaringga katta rahmat aka. Hammalaring ham farzandlaringni orzu-havaslarini ko'ringlar aka. Katta rahmat, ilohim. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, rizqlaringiz ulug' bo'lsin aka. Hammalaringga ishlaringga omad aka, ishlaringga rivoj. Ishlaringiz doim oldinga yursin aka hammalaringni. Yana bir bor aka, rahmat kattakon. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin aka, katta rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rishik, yaxshiliklarda ko'rishik aka. Xudo xolasa ilohim boramiz aka, inshaalloh chaqaloqlarni olib boramiz aka, Xudo xolasa. O'sha duo qilganlarimiz, yig'lab Allohdan so'raganlarimiz mana Allohga shunchalik yetib boribdi ekan aka. Alloh mukofot qilib ortig'i bilan berdi aka. Katta rahmat aka, yaxshi kunlarda ko'rishik. Alloh rozi bo'lsin aka, hammalaringga yana bir bor rahmat aka. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Ayolim ikkalamiz namozlarimizni yig'lab Allohdan so'rardik aka. Allohdan so'rash kerak ekanda, sabr qilish kerak ekan, mukofotini albatta inshaalloh Alloh berar ekan. Ortig'i bilan berar ekan. Allohga ishonib, Allohga tavakkal qilib, Allohdan so'rash kerak ekan, yaxshi duolarni qilib, yaxshi niyatlarni qilib. Biz ham Allohga tavakkal qildik aka, mana Alloh mukofoti bilan, ortig'i bilan berdi. Allohimga ming qatna shukr. Akajon, katta rahmat sizlarga, hammalaringga katta rahmat. Aka, hammaga ham Alloh beraversin ekan. Hech qachon berardan qismasin ekan aka. Hammaga ham Alloh farzand bersin, qiynalganlarga. Hammaga ham Alloh bersin aka. O'g'ildir, qizdir farzand aka. Ishonasizmi aka, o'g'il farzand bo'lsa ham, qiz farzand bo'lsa ham mayli, Alloh bergani deb. Shu tug'ilgungacha ham aka ishoning jinsini bilmadik-da, umuman qiziqqanimiz yo'q. Ayolim ham, men ham qiziqmadik. Allohim nima bersa mayli. Allohni bergani deb yuraverdik aka, ishoning umuman qiziqmadik aka jinsiga. Qizmi o'g'ilmi Alloh bergani deb niyat qilib duo qilib yuraverdik-da aka. Vobshe qiziqmadik aka jinsiga. Mana Xudo xolasa yaxshi aka, egizak farzandlarni ko'rdim aka. Sizlar sababchi bo'ldinglar aka, Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Hali ham o'zimda emasman-da aka, hali ham xursand bo'lib yuribman-da, ichimga sig'maydi sevinchim aka. Hammasi yaxshi, mana Xudo xolasa inshaalloh 3-4 kunda javob bo'ladi, olib chiqamiz aka. Xudo xolasa aka, olib boramiz bolajonlarni aynaltirib. Ko'rishamiz aka, Xudo xolasa bir boshqacha bo'lib o'tiramiz aka inshaalloh. Hammalaring ham oilalaringni baxtiga sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Farzandlaringni kamolini ko'ringlar aka.